Hayotning asl qiymati. Ushbu dorama Minfo TV jamoasi tomonidan Kinoq.net uchun maxsus o'zbek tiliga o'girilmoqda. Ovoz berishda Minfo hamda Arium. Birinchi qism. Men web romanlar yozuvchisiman. Yunhi bolaligidan beri Ho bilan do'st edi. U kamgap va to'g'ri so'z yigit, lekin qizlarga bo'lgan g'amxo'rligi juda ham g'alati. U Jin bilan kollejda tanishgan. Shunchalik yoqimtoyki, uni farishta deb o'ylaysiz. Muxlislar ikkiga bo'lingan. Yun va Honni qo'llab-quvvatlovchilar va Yun va Jinni ideal juftlik deydiganlar. Lekin men senga qorangni boshqa ko'rsatma degandim. Meni aqldan ozdiryapsan, jinnivoy. Nega shu yerdasan? Kechirasan. Ha, dada. Nima dedingiz? Yonga uylanishga qaror qildim. Endi bundan buyon Xiyon Ho bilan aka-ukasiz. Umid qilamanki, hozirgidek yaxshi chiqishib ketasiz-a? Voy, bo'ldi, shoshma. Bunga ortiq chidab bo'lmaydi. Shunaqa ham bema'ni narsa yozasanmi? Senga gapiryapman. nima? Hatto Minxoni ham ovoz berishga majburlading. Ha? U-ku mayli, lekin men hammasiga chidab keldim shu paytgacha. Lekin qanday qilib hikoyani bunchalik cho'zib yuborish mumkin? Ular shunchaki do'st bo'lib qolishsa bo'lardi, lekin oxirida aka-uka bo'lishyapti, bema'nilik. Balki ikkinchi fasl ham bo'lar. Nima jinnimisan? Shuncha bema'niligingni ikkinchi faslini kutib odamlar o'qiydi deb o'ylayapsanmi? Roman yozishni bas qil, hozirroq. Juda qo'pol. Ha, bu o'sha yozuvchi qizmi? Qahramonlar, sujet, tuzilish, uslub, hammasi rasvo. Qobiliyating yo'q sen, yaramas qizni. Yaramas qiz qayerda? Ana u, hibsga oling. Hozirroq qo'lingni ko'tar. Kompyuterga yaqinlashma. Qimirlama. Qo'lingni ko'tar. Men nima qildim? Romaning qanchalik yomonligini o'zing yaxshi bilasan-a? Yomon romanlar yozish jinoyat emas-ku axir. Adashasan, bu jinoyat. Birinchi bobni birinchi moddasida web romanlar to'g'risidagi yomon narsa yozish jinoyat va juda zerikarli yozasan. Shuning uchun hibsga olaman. Yo'q. Shoshmang. Bunga haqqingiz yo'q. Voy. Rostdan ham qamalaman deb o'ylagandim. Marazxon web romanlar portali. Men yozuvchiman. Men yozadigan janrlar juda yomon. Taxallusam imuk. Romanlarim g'alati. Ularni faqat o'zim o'qiganman. Ikkita ko'rilish. Kimdir adashib ko'rgan bo'lsa kerak. Hech bo'lmasa, zaharxanda izoh qoldirsa bo'lardi. Izohlar mavjud emas. Nol. Yo'ydi. Meni roman yozishimni biladigan yagona odam. Kola. U bundan meni shantaj qilishda foydalanadi.
Endi nima haqida yozsam ekan? Ha, yana bir omadsizlikka dosh bera olmayman. U nega bizga qarab qoldi? Meni yoqtirib qoldimikin, a? Boyagi yigitni aytyapsan. U qiz bola edi. Nima, ko'zing yaxshi ko'rmayaptimi deyman, a? Donjoga nima qilibdi? Shunchaki tomiri tortishib qolganga o'xshaydi. Qayerga hoy? Ikkinchi bob. Nega o'quvchilar forma kiyishini bilasanmi? Oyi, anavi oq uydagi egizaklar ko'chib ketishdimi? Ko'chibdimi? Ha, u yerda bir guruh yigitlar turganini ko'rgandim. Nima, rostdanmi? Egizaklarning otasini lavozimi ko'tarilgandi. Lekin nega xayrlashmay ketdi ekan? Bizchi qachon ko'chamiz? Senga shu yer yoqmaydimi? Lavozimim menimcha ko'tarilmaydi-yu. Yeb olinglar. Yeb olam. Yaramas. Men to'yib qoldim. Oy, shoshma. Ovqatingni qoldirmay yesang bo'lardi. Ko'rishguncha. Kuning yaxshi o'tsin. Yo'lda ehtiyot bo'l. O'zim ketaman dedim-ku. Shoshma, nega buncha qaysarsan-a? Birga boramiz. Ana bu mashinadagi hiddan ko'nglim ayniyapti. Lekin shoshmay tur. Men sen bilan boraman. Buni unut. Undan ko'ra ishlaringga e'tibor qara. Nima bu? Kechagi yigitlar emasmi? Hoy, Gavsu. Men bunday qila olmayman. Bunday qila olmasligimni juda yaxshi bilasan. Bas qil. Aql bovar qilmaydi. G'ashimga tegyapsan. Bu janjalmi? Shunchaki meni eshit, iltimos. Xo'sh, qachongacha? Shunchaki mashinada borib oson qilaylik ishni deyapman. Qachongacha aytganingni qilishim kerak. Senga o'zim ketaveraman Bu deyapman. yaramasga bir qarang. Ichkarida deyarli hamma tayyor. Ularga yana bir imkon ber. Qanday yaxshi yigit-a. Keyin o'zing afsuslanasan. Buncha vahima qilyapsan-a? Senga biroz shoshma deyapman. Peshonamga yopishib qolmadimi? Hozir shoshma. Voy bo, kelishganligini. Tasvirga olayotganding-a? Nima? Men seni ko'rdim, shunchaki o'chirib tashla. O'lganim yo'q. Shunchaki narsa yopishib qolmadimi, shuni ko'rayotgandim. Men odamlarni yashirincha tasvirga oladigan odam emasman. Hozir uzr so'rab shunchaki o'chirsang muammo bo'lmaydi. Lekin sizni tasvirga olganim yo'q. Nima bo'ldi? U bizni suratga oldi. O'ylashimcha internetda izoh yig'moqchi. Izohlar uchun? Ha, izoh uchun. Izoh yozsa xursand bo'lardim. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Hatto bitta ham zaharxanda izoh yo'q. 100 ta qism davomida birorta ham izoh olmaslik qanday sharmandalik ekanligini bilasizmi? Gapni aylantirishni bas qil. Qo'ysang-chi, bo'ldi, shoshma. Bizni suratga olmading, shundaymi? Ko'rdingmi, olmabdi. Men aniq ko'rdim. U bekingan holda bizni suratga oldi. Qani, menga berchi. Nima
nima qilyapsiz? Bersang Yo'q, o'zim tekshirib Qo'yib ko'rmoqchiman. yuboring. Sizni videoga olganim yo'q. Yo'q, iltimos. 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 Unday emas. Ekranda dars ketdi. Endi buni nima qilaman? Aytsangizchi qanday tuzataman? Bunga ishona olmayapman. Shunchaki berganingda bunday bo'lmasdi. Singlim, kechirasan. U video va rasmga olishni tushni yomon ko'radi. Shuning uchun haddan oshdi. Zararini albatta qoplab beramiz. Bo'ldi, unuting. Nega o'quvchilar forma kiyishini bilasanmi? Ular ajrab turadi, hamma tanishi uchun. Agar shunga o'xshash video tarqalib ketsa, seni sudga beraman va topaman, eshitdingmi? Sen nima bilah? Voy, hali ham shu yerdamisan? Nima qilyapsan? Qani yuring, kech qolyapmiz. Mashinaga o'tiring. Biroz sekinlash. Ushbu dorama Minho TV tomonidan o'zbek tiliga o'girilmoqda. Shonju Murim qizlar maktabi 3-bob. Demak, shu ablah mening Yuyju! Yuyju! Mening eng yaqin do'stim Jayko. U studentli rassom. 6-sinfdan beri rasm chizishga qiziqadi va doim diqqat markazida. Yana semirganga o'xshayman. Ishim faqat yeyish va uxlashdan iborat. Bu yana nimasi? Qo'shni uyga kimdir ko'chib kelganga o'xshaydi. Meni videoga olyapti deb o'ylab telefonimni so'radi. Men esa qarshilik qildim. Sen uni shunday qo'yib yubordingmi? Ta'mirlash pulini so'ramadingmi? Hech bo'lmasa shikoyat qilsang bo'lardi. Bunday narsalarga aralashkim kelmadi. U butunlay muttahamga o'xshaydi. Nima bo'ldi? Kim ekan? Sobiq sevgilim. Sizlar yana ajrashdingizmi? Sen uni kelishgan yigit ekanding-ku. Qachon oxirgi sevgilim bilan uchrashar ekanman? Juda yoqimli bo'lsa kerak. Men hali ilk sevgimni ham topmadim. Romanlarimning zerikarli tomoni shundadir balkim. Xo'sh, uchrashuvlar ozmi ko'pmi yordam beradi? Balki tasavvuringni yanada yoritar. Hozirgi uchrashuvlarni o'z ko'zing bilan ko'ra olsang, balki ko'proq yoshda davom etarsan. Shunaqami ekan? Nima bo'ldi? Hali tugamadimi? Sen tugadi deb aytganding. Ha, shunaqaroq. Buni qachon o'qiyman? Sen hatto nomini ham, taxallusingni ham aytmagansan. Biz rostdan ham dugonamiz. Senga buni qabrga olib ketaman demadim-ku. Bu ishing muvaffaqiyat qozonsa, shunda ham yashirasanmi? Muvaffaqiyat? Agar shunday bo'lsa, birinchi biladigan odam sen bo'lasan. Buni juda ham xohlardim. Salom Goya, Ijo, bunga bir qaranglar. Bo'la qolinglar. Nimadir bo'lyaptimi? Tezroq. Qani, ay, ko'rolmayapman. Eshitganlarimni endi guvohi bo'lyapman. O'qituvchilarning hammasi yigitlar ekan. Bunga bir qarang. Ular butun boshli bir to'plamga o'xshaydi. Bunga ishona olmayapman. Bunga qara. Bu yuzlar, bu tanalar aqlda dozdiryapti. Hech qachon o'qituvchilar xonasiga bunchalik kirishni xohlamagandim. Bunga chidab bo'lmaydi. Ammo Yung xonim ichkaridan qulflab oldi. U yangi o'qituvchilarni tanishtiryapti. Nega bizni yashiradi? Jismoniy tarbiya o'qituvchisi Jon Gijun. U Koreya vakili edi. Qishki o'yinlarda chana bo'yicha 4-o'rinni olgan birinchi koreys. Qoyil, uni qomatiga qarang.
Va Nodajon, u birinchi kurs talabalariga ingliz tili va yapon tilidan dars beradi. U hatto TUD'da ham tilni o'zlashtirish bo'yicha sirlarni o'rgatgan. Mish-mishlarga ko'ra, u Jabolning eng kenja o'g'li ekan. Men uni ko'rganimda juda xursandman. Va Yongdongju, uning she'ri 2020-yilda Yoshlar jurnalida chop etilgandi. Nomi mening onam edimi? Topdim uni. Mening so'nggi sevgim. Shoshmay tur. Bu yigit koreys adabiyotidan dars bersa, yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Gaoso, bizning yangi matematika o'qituvchimiz. Kollejimizga eng a'lo darajadagi o'qituvchilarni jalb qilishimiz uchun ularni taklif qildik. Uni hatto eng yaxshi universitetlar jalb qilgan, lekin u bizni tanladi. Shu oblaqmi? U men a'zosi. Uni eshitdingizmi? U shunday odamki, boshqacha aytganda, u matematika dahosi. Kechirasiz, shuni olib ketay. Ularni ko'rdingizmi? Dajun mening didimdagi kishi edi. Yedeni vaqti o'tdi endi. Hoy, ularni qanday solishtiryapsan? Yede uni oldida bir bolakay-ku. Voy, siz men haqimda gapiryapsizmi? Shunchalar erta tongdan a? Qayonde musiqa o'qituvchisi. Hechimda. Go'ya, bu juda sovuq edi. Og'ir botdi. Bizga vaqtinchalik sinf rahbar bo'lganingiz uchun rahmat. Rahmat. Xayrli kun janob. Xayrli Yo'q, kun. bo'lishi mumkin emas. Salom Ular janob. aqldan ozdimi deyman. Morim qizlar maktabi, 11-sinf, 2-xona. Lekin nima emas, jo'jami? Mayli. Bugundan boshlab har kun makiyaj uchun vaqt ajrataman. Kimni ko'z ostiga olib qo'yding? Uning ismi Dongjo. Mening bo'lajak erim. Idealadagi xotin bo'lish uchun nima qilsam ekan? Menimcha u kamtar qizlarni yaxshi ko'radi. Menga yapon tili o'qituvchisi yoqadi. Kipriklaringga qaytaverib bo'la qol. Senga qaysi yoqdi? Nima? O'ylayapsanmi? Biz kutilmagan vaziyatda qolmaylik. O'ylamayapman, lekin g'alati. Seni didingdagi bunaqa emas-ku, har mening didim o'zgardi. Bir soniya. Menda muammo borga o'xshaydi. Nega? Ana bu to'rtalasidan biri bizni sinf rahbarimiz bo'ladiganga o'xshaydi. Jim bo'ling. Yun Hasun, maktab rahbari, bezori qiz. Ovozingizni o'chira olasizmi? Dars hali boshlangani yo'q-ku. Hech bo'lmasa boshqalarga xalaqit bermang. Bu joy faqat unga tegishli. Ishlab olishni xohlamaysiz-ku. Balki chiqarmas. Qayerga ketyapsiz? I don't wanna be rushing, but I gotta tell you, maybe I've been missing you. I push it back, I leave it at the side. 감정들은 밀어놔.
Sen shu yo'l bilan ajratyapsanmi? Ha, chalkashib ketmasligi uchun. Ahvoling yaxshimi? Yoki dori beraymi? Yo'q, hammasi joyida, yaxshi. Holatdan tozalayapsanmi? G'alati bo'lma. Ishing bo'lmasin. Biz hammamiz mana shu joydamiz. Sen esa ajralmoqchisan, a? Xoh, dunyo qanaqaligini bilmaysan-da. Sen u bilan o'rningni alisha olasanmi? Qo'ysang-chi, unday qilma. Men sen bilan yuzma-yuz o'tirishni istayman. Ko'rsam, energiyam oshadi. Bo'ldi, unga e'tibor berma. Shunchaki o'z joyingda o'tiraver. Men bu ko'rshapalak oldida o'tirishni istamayman. Nima deysan? Senga ko'chada bunday deb chaqirma degandim. Bu so'z men uchun Voldemortga o'xshaydi. Men bu lablarda buni eshitishni istamayman. Buni yana bir bor so'rayman, esingdan chiqarma. Axir sen Daho Gayosuzsan. Bilasanmi, men o'zligimni saqlab qolmoqchiman. Qozonga yaqin yursang qorasi uchadi deyshadi. Shuning uchun menga boshqa qarama va ishing bo'lmasin. No. Nima, men bilan o'zligingni yo'qotasanmi? Yaramas bolacha. Voy, ko'rshapalak. Ko'zoynakli maymunvachcha. Maymun? Hoy, ikkingiz bo'ldi, bas qiling. U so'nggi muhabbating ekanligini qanday bilding? U bilan endi tanishding-ku axir. Sevgi bu xuddi birinchi qorga o'xshaydi. Bir ko'rishdagi sevgi. Uni ko'rganingda u sen uchun atalgan ekanligini bilib olasan. Shunday qizaloq. U kutilmaganda oldingdan chiqadi. Shu paytgacha uchrashgan yigitlaring shunda birinchi qoring emasmidi? Ha, shunday. Ular shunchaki sovuq. Mening birinchi qorim bugun keldi. Endi birinchi qorim qachon kelar ekan? Aytdim-ku. U seni kutmaydi. Seni kutilmaganda uchratasan. Xuddi uni rahmat zarba kabi. Qancha bo'ldi? 2000 won. Rahmat. Omading bor ekan. Birinchi qoring ustozing bilan bo'ldi. Meni birinchi uchrashuvim falokat bo'lsa kerak. Bo'ldi, hammasini unut. Nima bo'lsa ham. Va shuning uchun formani so'ragan ekanda. U asosan seni maktabda ko'raman deganda. Agar u shunday dahshatli odam bo'lsa, Daho bo'lish unga nima foyda? Nima bo'ldi? Endi mana qo'limga tushdingmi? Men seni sinf rahbaringman. Ana bo'lmasa, bizning sirli yigitimiz sinf rahbari bo'lib chiqdi. Keyingi qismlarda ko'rishguncha bizni kuzatishda davom eting. Birinchi qism yakunlandi. Ushbu dorama Minho TV jamoasi tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Kinok.net platformasi uchun ovoz berishda Aryom hamda Minho ishtirok etdi. E'tiboringiz uchun rahmat.